Bora. Xo'p. Razmeri 3 metrga 5 metr. Narxi ataga 100 ming so'm. Noto'g'ri eshitmadingiz. Metriga yoki kvadratiga emas, 3 metrga 5 metrlik razmerimiz. Narxi ataga 100 ming so'm. Videoda o'tkazmasdan obuna bo'lib qo'yib ko'ring. Assalomu alaykum YouTube. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Bizlarni uzoq yaqindan kuzatib turgan yaqin birodarlarimiz. Hammalaringizga xayrli kech. Bugundan inshaalloh yangi aksiyaga start beramiz, xudo xolasa. Bonuslarni kattasini qo'yganmiz. Razmeri 3 metrga 5 metr. Narxi ataga 100 ming so'm. Videoda o'tkazmasdan ko'ring, tushunarli bo'lishi uchun manzilimizni aytib o'taman. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilomlari markazi. Bizda boshqa filialimiz yo'q va biz qilib berayotgan chegirmalarda hech kim qilib bera olmaydi. Buni bizni kuzatib turgan, doimiy kuzatib turgan obunachilarimiz biladi. Shartlarni aytib o'taman. 100 ming so'mga gilam xarid qilishdi. Xo'p, yangi kassamiz kelgan. Shularning harakati bilan 5-6 kundan beri video qo'ya olmayapmiz. Narxlarini xudo xolasa arzon narxda chiqarib beramiz. 4 metrga 6 metr yangi kassasi va xudo xolasa eng qalin gilomlardan. O'zbekiston bo'yicha eng qalin gilomlardan desa ham bo'laveradi bu. Orqalari o'ta ham zich to'qilgan, materiali 100% paxta polisterli bo'ladi. Yurganda qalinligi o'ta ham odamga boshqacha komfortli beradi. Shu ko'rib turgan razmeri shu 4 metrga 6 metr. Kassasi eng yaxshisi. Yaqindan bitta ko'rsataylik-da. Ipini ko'rsataylik. Qanday tushuntirsa bo'ladi endi buni videoda. Zichligini ko'ryapsizmi? Mana qo'l bilan ochib bo'lmaydi zichligini. 4 metrga 6 metr. Narxini cho'zmasdan aytaman. Narxi bozorlarda 5,5 million so'mdan 6 million so'mgacha sotiladi. Bu realniy narx 5,5 milliondan 6 million so'mga sotiladi. Ziyo gilom markazida ataga narxini 4 million 700 ming so'mga xarid qilasizlar. Va o'sha aytib o'tganimiz, 4 million 700 ming so'mga shu ko'rib turgan gilomlarga xarid qilasizlar. 100 ming so'm evaziga hadya sifatida desa ham bo'laveradi. Buni 100 ming so'm qo'shib berasizlar va 3 metrga 5 metrlik gilomni 100 ming so'mga xarid qilishlaring mumkin. Keyingi razmerimiz hozir ko'rib turgan gilomlaringning effektini beradi. Kimdir o'ylashi mumkin, bu gilomni ishlatmagan odam yoki birinchi marta ko'rib turgan odam narxini qimmat aytayapti deb o'ylashi mumkin. Mana shuni ko'rinish jihatdan komfortini beradigan, materiali ham 100% paxta polisterli bo'ladi. Minimum 3 million 200 ming so'm, 3,5 million so'm, 4 million so'm sotilganini ham ko'rdik. Bozorlarda yoki magazinlarda hozir ham sotilyapti. 1 kvadrat metrini 180 ming, 190 ming so'm sotishadi. 4 metrga 6 metr. Narxi ataga 2 million 900 ming so'mga xarid qilasizlar va yana 100 ming so'm evaziga 3 metrga 5 metrlik gilomni xarid qilishlaring mumkin. Buni ham qimmat aytyapsan degan o'sha negativchilarga. Keyingi razmerimiz 4 metrga 7 metr. Gilomda hayratlari yo'q. 4 metrga 7 metr. Shu turishini o'zi 2,5 million so'mdan 2 million 800 ming, 3 million so'mga sotilyapti bozorlarda. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Biz siz uchun harakat qilyapmiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Yoki gilam olaman degan tanishlik jo'natib qo'ying. Bu realniy narxlar, xudo xolasa bizda aldov bo'lmaydi. Hamma kuzatuvchilarimiz biladi. Shu ko'rib turgan gilomlarning oxirgi gilomimiz. 4 metrga 7 metr, 2,5 million so'mdan 3 million, 2 million 800 ming sotilganlarni ham ko'ryapmiz. Narxi ataga 2 million so'mga xarid qilasizlar. 100 ming so'm evaziga 3 metrlik, 5 metrlik, 3 metrga 5 metrlik tayyor gilomimizni xarid qilishlaring mumkin. Bu narxlar realniy bo'ladi. Manzilimizni aytib o'tdik. Faqat shartlari shu ko'rib turgan videoga bitta like bosib, obuna bo'lib, tanishlarga jo'natib qo'ygan bo'lsalaring bo'ldi. Va oxirgi ish bizdan kelib shu ko'rib turgan gilomlaringni xarid qilishdan qoladi xolos. Farg'ona va Marg'ilon bo'ylab dastavkalarni 100% bepul qilib beramiz. Xo'p, bundan tashqari boshqa viloyatlarga taksi orqali chiqarib beramiz. Eng muhimi 10 kun mobaynida, xudo xolasa, Andijon va Namanganga kelib ko'rib xarid qilsalaring, dastavkalari mutlaqo tekin. Sabab desalaring, biz 2-3 ta jo'natilmay qolgan zakazlarimiz bor. Shularni qo'shib biz chiqarib olishimiz kerak. Shuning uchun bitta gilomni o'ziga borish bizni qoplamaydi. Va auditoriyamiz kengroq bo'lishi uchun Namangan va Andijonga 10 kun mobaynida
dastavkalarni mutlaqo bepul qilib beramiz. Kelib, ko'rib xarid qilaverasizlar. Aytilgan narxlar 10 kun mobaynida amal qiladi. Hammalaringga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Manzilimizni aytib o'tdik. Gilam olaman degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. 100 ming so'mga gilam faqat Ziyo gilam markazida bo'ladi. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz uchun bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying va tanishlarga jo'natib qo'ying. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Ziyo gilam markazida hammalarni kutib qolamiz. Rahmat hammaga.